Bu taxminan bir 11-12 oylar atrofiga o'xshayapti ko'rinishidan. Hali buzoq kurashchilar yo'q degan ma'lumotlar berilyapti. Mana bu sherigi ham bor. Bu buqamizni o'ziga keladigan bo'lsak, buqamiz gibrid variantda. Katta qonini katta qismi meni bilishimcha bu semental limuzin aralashmasidan bir gibrid holatda bo'lsa kerak. Taxminan shunaqa taxminga kelyapman, lekin sementalga katta qismi sementalga o'xshayapti molimizni. Yo'g'onligi nihoyatda yo'g'onda. O'zi buqa boqib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa biladi. Asosan zotli gibrid varianti yaxshi natija beryapti hozirgi kunda. Ko'ringlar-da, mana orqani ham, orqa bir tomonni o'zi bir qarashda bu molda. Nihoyatda keng ekan, yelkalari ham, bo'yinlari ham hali buzoq holatda shunchalik bo'lsa, bilmadim endi. Hali bu voyaga yetib katta bo'lganda tonnadan ziyod bo'ladigan molda qiyofasiga o'xshab ko'rinyapti menga. Asli ham shunaqa. Nihoyatda buqani belgilari bilinib turibdi. Xudo xolasa tonnadan bemalol xotirjam o'tadigan molni sifatini beryapti. Aka, sheriklarni haydab chiqaylikka bir yo'l, ha? Manzil joylarimizni aytib o'tmayapmiz, aka-ukalar. Xo'p, manzil joylarimiz Baliqchi tumani Chinobod shaharchasidan. Bugun 14 oldimi, 15 oldimi aka, chiqsamiz ham? Bugun sanamiz. Bugun 14. Aniq-a? 14-iyun sanasidan sizlar uchun shunaqa 3 bosh dehqonchilik bo'lgan buqalarni shoshilmasdan qisqa lo'nda qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilaman. Mana bunisi o'zimizning jaydar buqa bu. O'zimizning jaydar buqa. Mana ko'rishinglar mumkin. Buni e'tiboshi ham yaxshi. Yedi ishda sog'lik salomatchilikdan muammo yo'q-mi aka? Hamma yo'g'i joyida. Ha, kichkina buqalar ko'rsatmayapman. Meni molos kichkinami, ikkalasi lekin katta buqalar mana ko'ringlar-da. Narx-navolari ham nihoyatda yaxshi, xudo xolasa. Bozorlarga bir qator solishtirib qo'yaverasizlar. Bunaqa sifatli mollar to'g'risi bozorga ham kirgan zahot sotilib ketadi, chunki bunaqa molda tushungan odam hech qachon dehqondan ayniqsa borib qoladigan bo'lsa, qo'lini qo'yib yubormaydi. O'sha vaziyatda o'zida imkoniyati boricha olib qo'yishga harakat qiladi mana. Bu qana sifatli deb baho beraveradi. Mana shunaqa holat. Yedi ishda sog'lik salomatchiligidan hamma tomonlama kafolat bor ekan. Xudo xolasa aniq dehqonchilik bo'lgan joydan uyni xonadonni o'zidan video syomka ketyapti. Telefon raqamlarini qoldirib qo'yapman. Tog'a yaqin qilib nima deyapsiz endi bular narxini? Uchalasiga-da endi uchalasiga 105 million so'm mikrofonga qanaqa eshitilyapti bilmadim. Uchalasiga 105 million so'm narx aytilyapti. Yaxshilab ko'rib olinglar. Kelsa ko'rsa yana ustida kamini xayrini qilib beraman deyapti. Albatta dehqonchilik hech kim aytganiga sotgan emas, xudo xolasa bular ham aytganiga sotmaydi mana. Katta kichik 3 xil variantdagisi bor. Lekin tavsiya qilaman, qo'ldan chiqarmasdan bu videoni siz qaysi paytda ko'rayotgan bo'lsangiz ham shoshilib telefon qiladigan joydan bo'lyapti. Chunki to'g'risini rostini aytaman, agar imkoniyatim bo'lganda men mana shu ikkala buqani o'zim olgan bo'lardim. Sababi ko'ringlar-da, sifat o'ta ham kuchli mollar. Mana. O'ta sifatli mol. Olganga sotganga barakasini bersin. Kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, sizlar uchun shunaqa foydali, manfaatli joylardan video syomkalar qilishda sekin asta-sekin sizlarga ko'rsatishga davom etamiz. Mana. Ikkalasi ham hali buzoq-a, tog'a? Ikkalasi ham hali buzoq. Ikkalasi ham xudo xolasa eng kamida tonnali bo'ladigan variantidan. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar. Buqalarni ham ortiqcha qiynamaymiz, mana salqinga qarab kelib ketishyapti. Biz ham shuning bilan o'zimizni video syomkalarimizga yakunini yasaymiz. Hammalarga, chorvalarga qilayotgan ishingizga Alloh barakasini bersin. Bizni kuzatishda davom etinglar.